Barchangizga assalomu alaykum. Sizlar bilan Bek Buxoro kanalining admini Mehmet. Aziz do'stlar, yangi haftada 15 mart sanasi 2026-yil yakshanba kuni Buxoro avtomobil bozoridan Captiva, Malibu, Epica, Tracker, Arlando va qolaversa inomarkalarimizni ham sizlarga ma'lumotini beramiz. Qo'ldan kelguncha poddershka qilasiz degan umiddaman. Taklif bizdan, qaror qabul qilasizlar. Musofirdagi akalarimiz sog' salomat oila bag'riga yorug' yuz bilan kirib kelishlik va niyat qilgan avtomashinangiz egasi bo'lishlik hammamizga ham nasib ro'zalar deb qolamiz. Bek Buxoro Instagram kanali, Bek Buxoro YouTube kanallariga o'tib obuna bo'lishni unutmanglar. Qani videoga marhamat azizlar. 15 mart sanasi 2026-yil yakshanba kuni Buxoro avtomobil bozoridan sizlarga katta mashinadan videosini boshladik. Hozirda aynan trendda chiqqan BYD Yuan Up avtomashinasidan videomizni boshladik. Xo'p, ko'rib turibsizlar. Yuan Up polностью elektrik, to'g'rimi aka? Bir zaryad bilan necha kilometr yura oladi? 400 kilometr. 400 kilometr yurib beradi bir polni zaryad bilan. Polностью elektrda BYD Yuan Up. BYD brendini o'zlaringiz yaxshi bilasizlar. Hozirda aynan shu trendga chiqqan. Diskalarimiz razmerlari nechida aka bu? 17. Balonlarimiz holati yangi. Xo'p, бесключевой достуp. Mana oynalar knopkada, salon, kojeni, monitor, head-uplarigacha bor, tom panorama, adaptivni kruz kontrollarigacha hammasi bor. Elektron o'rindiqlar. Xullas, mashina aka nechta yurdi bu? 20 mingta. Endi apkatkadan chiqdi desak ham bo'ladi endi. Kamchiligi yo'q. Hozirda aynan mana shu BYD Yuan Up'ga talab anchagina kuchayib qolgan. Bu 5 o'rindiqlik, to'g'rimi aka? 5 o'rindiqlik. Ishlab chiqarilgan yili. Ishlab chiqarilgan yil bizda salondan 25-yil avgustga chiqargan, 2024-yil oktyabrga zavoddan chiqqan. 24 oktyabr zavoddan chiqqan, 25 dekabrga salondan olingan. Aha, Toshkentdan olganmisizlar aka? Qaysi eshikka? Aha. Mana 25-yil avgustga avtosalondan bizga chiqardi. Mana. Xo'p. Sami full. Bundan zo'ri yo'q. Yo'q. Xo'p. Narxini nech pul deymiz aka? Kraskasi tozami? Kraskasi to'liq toza, bironta detal almashmagan. Hammasi o'ziniki, radnoy. Aha. Tonirovka ruxsatlari bilan original ultrafit tonirovkalardan o'tkazilgan. Narxini 20.500 ga beraman. 20.500 ga rasmda berib yuboramiz. BYD Yuan Up. Umuman xarajati yo'q. Olinadi, mindiladi nasib bo'lsa. Xo'p, 20.500 ga. Polni elektrda. Xo'p, telefon raqamingiz ayting aka. 93 kodi bilan 453 37 raqamlariga aloqaga chiqasizlar. BYD Yuan Up ishqibozlari diqqatiga aynan takrorlab o'tamiz. Hozirda trendda bo'lgan BYD Yuan Up avtomashinamiz 5 o'rindiqlik. Xo'p, mana sizlarga 2 turbo. Nechinchi yil ishlab chiqarilgan? 18-yil ishlab chiqarilgan. Malibu 2 yoqilg'isi yoqilg'i benzin. Yoqilg'imiz benzinda. Avtomashinamiz diska, sakadiska, radnoy, balonlarimiz yangi. Shuma izolyatsiya bo'lmagan, oynalar knopkada. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Koja salon. Shu mana 115 ming yurgan. Panorama tomlari. Mana. Xo'p. Aka ishlab chiqarilgan yili 18, yurgani 115 ming, kraskasi bormi? Krelova orqa eshigida kraskasi bor. Narxini nech pul deymiz akajon? 17.5 ming kelishamiz nasib bo'lsa. Telefon raqamingizni ayting. 93 456 55 33 telefon raqamlariga aloqaga chiqasizlar. Malibu 2. Xullas, Dongfeng IP 008 modelimiz sotiladi.
Buxoro avtomobil bozoriga 7 o'rindiqli kapitanskiy 6 talik gibrid. Bu 26 mi to'g'ri 25 mi? 25 restyling. Aha, restyling. Mana diskalarimiz 21 düymda. Shuma izolyatsiya bo'lmagan mana. Restylingi. Mana 787 kilometr. Tom panorama. Yangi IP008 modelimiz. Barlari chiqadi, televizorlari bor mana. Xullas tayyor olib miniladigan avtomashinamiz. Xo'p. Tex pasport 25, kuzov 26. 787 kilometr. Aha, 787 kilometr, даже 1000 kilometr bo'lmagan. Xo'p. Rastamoch shot spravka rastamochkadan o'tgan. Narxini nech pul deymiz? 33 ming kelishiladi nasib bo'lsa. Telefon kam bo'ladi. Telefon raqamingizni ayting. 90 937 00 01 raqamlariga aloqaga chiqasizlar. Donfing IP008 modelimiz. Xullas Captiva'dan davom etamiz. Captiva avtomashinamiz. Buxoro avtomobil bozoridan. Xo'p, uchlik motor, propan gaz, konditsionerda avtomashinamiz. Xo'p, diska, saka diska, balonlarimiz, holati ajoyib, zavodskoy parok, shuma izolyatsiya bo'lmagan, oynalar knopkada. Polon qalaysan? Rullari, Captiva avtomat. Propanda. Katta mashin. Xo'p, ishlab chiqarilgan yili 2011 yurgani 135 ming. 135 mingda kraskasi aka. Kapotiga tumshisiga bor. Kapotda tumshug'ida. Narxini nech bildingiz aka? 9800 yana kelishadigan joyi bor. 9800 dan barakasiga o'tib beramiz nasib bo'lsa. Telefon raqamingizni ayting. 90lik 298 90 kodi bilan 298 26 62. 26 62 raqamlariga aloqaga chiqasizlar mana. Xullas, pul topar avtomashinlarimiz haydovchidan tashqari 8 o'rindiqqa ega. Yengil mashinani kategoriyasi, ya'niki B kategoriya bilan hayday olasiz. Atmosferni motor sepli bo'ladi, injektor bo'ladi. Yoqilg'i turini tanlamaydi. Bemalol metan propan o'rnatsa bo'ladi. ABS'lari bor, konditsioner hammasi tayyor. 2026-yil oqa qorasi umuman muammosi yo'q. Olinadi yoqilg'i. Metan qo'yadigan bo'lsangiz yoki propan qo'yadigan bo'lsangiz, yoqilg'ini o'rnatib turib bemalol avtomashina bilan keta olasiz. Zavodskoy ninolimlarida o'rindiqlari alohida o'rindiq, har bitta passajirga bittadan spinka. Konditsionerlargacha hammasi bor. Qishni kuniga, issiqqina pechkada, yozgi kunida esa muzdek konditsionerda ketmoqchi bo'lsangiz, bemalol Jack M3 tavsiya qilamiz. Monitor, korobkamiz mexanika, rullarimiz elektronni, zavodskoy aytib o'tganimizdek ninolim va barlari mavjud. Oynalar knopkada. 2026. Xo'p, liniyada, ichki turizmda ishlayman degan akalarimiz, ukalarimizga juda ham mos keladigan aynan Jack M3larimiz. Xo'p, Jack M3 va pul topar avtomashinamiz Jack X200. Xullas tan olish kerak, 3 ta 4 ta laboni ishini bitta o'zi qila oladigan mana shu Jack X200. O'zbekistonda aynan Manzautda, Samarqand UzAvto Trailerda ishlab chiqarilayotgan Jack X200larimizni sizlarga tavsiya qilamiz. Tashkent Motors kompaniyasi rasmiy dilerlik markazi. Счет spravka nomingizga chiqarib beriladi va 16 million 800 ming so'm hali ham chegirmasi bormi? O'zin narxidan 16 million 800 ming chegirma narxida. Metan propan 100% tushadi. Ikkilik atmosferni, xo'p, motor, konditsioner, ABS hammasi bor. 4 tonna yukni bemalol oladi. Kuzovlari 3.15 ga 1.70. Mana. Orqasi quyish balon.
Salon mana qulayliklarini sizlarga ko'rsataman. Oynalari knopkada. Mana olasiz, maza qilib minasiz sizlar. Shu uchun pul topaman degan akalarimiz, ukalarimizga tavsiya qilamiz. Xo'p, bu Jack X200 imiz bo'ladi. Endi Jack M4 imiz tavsiya qilamiz. Jack M4 Jack X200 ni motori bilan Jack M4 ni motori bir xil. Mana Greenjit atmosferni zubchatli rimellik bo'ladi. Xo'p, e'tibor beringlar mana. ABS'lari bor, konditsionerlari bor, metan propan 100% o'rnatsa bo'ladi avtomashinaga. Bunga ham haydovchidan tashqari 8 o'rindiqqa ega yengil mashinani kategoriyasi bilan bemalol hayday olasiz. Ya'niki B kategoriya bilan konditsioner, ABS, metan propan 100% o'rnatsa bo'ladi. Xo'p, avtomashinalarimiz Toshkent Motors kompaniyasining Buxoro filialida tayyor nalichida bor. Manzil Toshkent Motorsning Buxoro filiali manzili qayerga deganlarga manzilimiz Buxoro shahri Bitonka yo'l yoqasini shunagina 2 metrni oldida joylashgan Toshkent Motors rasmiy dilerlik markazi aynan Buxoro filiali. Ayting nomeringizni. 90 kodi bilan 829 26 raqamlariga aloqaga chiqasizlar. Xo'p, tayyor nalichda bor. Jack M3 imiz hozirda narxi necha pul? 215 million 460 ming. Jack X200 imiz 231 million. Xo'p, Jack M4 imiz 243 million 180 ming so'm. Tayyor nalichda bor. Uchalasiga ham xo'p B, ya'niki yengil mashinani kategoriyasi amal qiladi. Kategoriya almashtirish kerak emas. Uchalasiga ham yengil mashinani kategoriyasi amal qiladi. Hammamizga ham nasib qilsin shunaqangi avtomashinalar. Epico ishlab turibdi metanda. Mana. Propanda ekan. Avtomashinamiz. Diskalar, radnoy, balonlar yumshoq. Shuma izolyatsiya bo'lmagan oynalar knopkada. Ruchnoy korobka, mexanika, yurgani 65 ming. Chexol kiydirilgan, polik tashalgan. Luksizidan. Maylaga borin ko'rsangiz. Maylaga mana. Xo'p. Yili nechagacha? Yili 2012. Yurgani 65 ming. Kraskasi bormi? Pasaj taraf orqada, o'ng tomonda. Darvozaga qirilgan. Narxini nech bilamiz akajon? 8 deb o'tiribman. Aha. Kelishiladi. Kelishiladi, 7,5 ming. Kelishiladi, 7,5 ming kelishiladi. Mana 7,5 ming kelishiladi. Telefon nomeringizni ayting. 91 kodi bilan 449 28 76 raqamlariga aloqaga chiqasizlar. Xo'p, Captiva 4 avtomashinasidan davom etamiz. Captiva 4 2.4 motor propan mana. Yoqilg'i propanda. Diska, sakadiska, balonlarimiz yangi, paroglar zavodskoy. Shuma izolyatsiya bo'lmagan, oynalar knopkada. Koja salon. Avtomat zavodskoy чистый Captiva 4. So'raganlar diqqatiga. Avtomashinamiz. Aga ishlab chiqarilgan yili 17 mi 18 mi? 2017 yurganichi? Yurgani 140 ming kilometr halol yurgan yo'li. Kraskalari Radnoy. Narxini nech pul deymiz? 15 aytilishi. Kelishiladi nasib etsa. Telefon raqamingizni ayting. 99 775 9500 raqamlariga aloqaga chiqasizlar. Kimga ma'qul kelsa marhamat. Malibu 1 so'raganlarga Malibu 1 avtomashinamiz Buxoro avtomobil bozoridan. Xo'p, mana 2.4 motor, konditsioner, metanlari bor. Avtomashinamizni
Nima deysiz aka? Captiva'nimi? Mayli. Iska sakel radnoy balonlari holat ajoyib. Shuma izolyatsiya bo'lmagan oynalar knopkada. Kojinli salon, polik, avtomat, monitor. 183 ming. Luklarigacha bor. Aka ishlab chiqarilgan yili 2012, 183 ming kilometr yurgan. Kraskasi bormi? Kapotda kraskasi bor. Narxini nech pul deymiz akajon? 10,5 ming aytilish narxi, kelishiladi nasib bo'lsa. Telefon raqamingizni ayting. 99 420 60-90 raqamlariga aloqaga chiqasizlar. Kimga ma'qul kelsa marhamat. O'z vaqtiga 36 ming dollar sotilgan avtomashinalar ana endi Buxoro avtomobil bozoriga hozir narxlarini bilib olamiz. Aka 1.6 turbina motor. Mana 1.6 turbina motor 7 o'rindiqlik G-Tower X70 Plus modelimiz. 20 diska, balonlarimiz yangi holatda. Sparoglar taqilgan, shumayizatsiya qilinmagan, bez ключевой достуp, слепой zona. Bu Dubay varianti ekan, aka. Mana oynalarimiz knopkada, mana o'rindiqlarimizni upravleniyasi mana shu yerdan. Mana korичневый salon, avtomat, splashnoy monitor, multirul, panorama tom. Mana gapsiz bo'lishi mumkin emas. Yoqilg'i aka nimada? Benzinda yoqilg'isi. Xo'p. Mana elektronli bagaj. Даже детский rejimlarigacha bor. Xo'p, o'rindiqlarimiz barchasi mavjud. Kraska bormi aka? Toza. Kraskasi toza. Ishlab chiqarilgan yili 2023. Yurgani 63 ming. Narxi 18,5 aytilish narxi, kelishamiz nasib bo'lsa. Telefon raqamingizni ayting. 90 kodi bilan 613 9095 raqamlariga aloqaga chiqasizlar. Xo'p, mana sizlarga aziz obunachilar, Epic avtomashinamiz bu bozorga bitta. Bir dona, yak dona deydi-ku. Avtomat mexanikami? Ikkinchi pozitsiya mexanika, ha? Yoqilg'i benzin. Benzinda. Mana yoqilg'isi benzinda. Antifrizlarga e'tibor beringlar, antifrizlar qanday tiniq turibdi. Shundan ham bilsa bo'ladi. Mana. Yo, bachok qo'yilgan bo'lsa ham, motor kir bo'ladigan bo'lsa, baribir antifriz loyiqa bo'lib turadi. Ming bachok yangi qo'yilgan bo'lsa ham. Bu bachok o'zini bachok. Xo'p. Iska sakelska radnoy balonlari yangi holatda. Shuma izolyatsiya bo'lmagan, oynalar knopkada, kojinli salon, mexanika, sistemlari, mana luklari bor. İşlab chiqarilgan yili 2011 ga 12. Yurgani 43 ming kilometr. Kraskasi top-toza oldu, bampergacha radnoy. Bamperigacha radnoy. Narxini nech pul deymiz endi buni? Narxini 10 ming so'rayapmiz. 10 ming so'rayapmiz, kelishamiz nasib bo'lsa. Barakasiga o'tib beramiz. Telefon raqamingizni ayting.
91'lik 91 kodi bilan 425 925 9925. 9925 raqamlariga aloqaga chiqasizlar. Epica avtomashinamiz ideal holatda.